ona allasi oxiratgacha yetaklaydi odamni. Odamzod bilsa ekan, bu dunyoga kelish qanchalar qimmatga tushishini. Hayotni qadriga yetarmidi. Oyijon, to'xtang. Bo'ldi. Oyi, to'xtang. Oyijon. Gulga o'rayim bolam, yig'i to'la allam bor, aytib berayim bolam, buncha nozik bo'lmasang, gulga o'rayim bolam, yig'i to'la allam bor, aytib berayim bolam. Yetti daryo dog'im bor meni, nakas otgan toshlarga to'lgan bog'im bor meni. Yetti daryo yuvsa ham ketmas dog'im bor meni, nakas otgan toshlarga to'lgan bog'im bor meni. Kelinlik qilolmadim. Haqiqiy artist ekansan. Haligacha beshik to'yib ko'rmadingiz. Jonim bolam. Yuvasiga mana senga. Sen hayotini evaziga keladigan nabirani menga keragi yo'q bolam. Kerak emas. Yo'q! Kunduzi. Oyijonisiga-ya? O'zimiz yotamiz-a? Bo'ldi. Aylaning, qani kelsinlar-chi menga. Oyijonisiga? Shunqadammi qara, balodek urishganni ham tushunadi bu-ya. O'zimi jonim, toychog'im. Birga yotamiz-a? Jonim, asalim, novotim. Bo'ldi. Uxla bolam. Buncha nozik bo'lmasang, gulga o'raymi bolam, yig'i to'la allam bor, aytib
aytib beraymi bolam? Sizmi aka? Ha, ko'rdim. Qarang, ko'rdim. Oyim. Dadam turishlarni qarang. Endi boshqa betini ochamiz. Mulla. Yana dadam. Voy, kim bu? Qani berib tur. To'xta, men ko'rib olay. Men ko'ray. To'xta, men ko'ray. Men topdim, men ko'raman. Voy. Bo'ldi, endi meni galim. Men ham ko'ray aka. Yana nima to'pala? Oy, men ham ko'ray. Shuni chekigini ochmasang bo'lmaydi-ya, Yodgor. Men birinchi ko'ray, men birinchi topdim-ku. Men topdim. Men ko'raman. Nega oldin sen ko'rarkansan? Men topdim. Nima edi o'zi u? Bu yoqqa berchi. Shishima ko'r. Qayerda olding buni? Kimligini bilasanmi o'zi? Qayerdan bilasan sen Dodon Iskovich? Qayerdan kavlab topding buni? Ichida turgan ekan deyapman-ku. Yut demi o'l. Yetmay! Oyjon! Nima qilishi o'zim bilaman. Aql o'rgatma menga. Diling kesilgur. Shuncha yo'qotsam ham qolgan ekanmi? O'sha. Axlatga tashlab kel. Bor. Aka, to'xtang! Shoshma. Og'zingni yoshib, iblak tutolmagin. Lallini ul. Avvalgiga o'xshama bola. Safarda qiynalmadingizmi? Safarda. Dam olish emas-ku. Siz yuribsiz sayr qilib. Azobga qolgan men. Yodgoringiz umuman gapimga kirmay qo'ygan. Tengi olmaydi meni. Nima qildi? Cho'zmay gapir. Unis nuqul birovlar bilan yoqalashib og'zi burnini qonatib keladi. Aytib qo'ying, shu ketishi bo'lsa, ertaga birovni o'ldirishdan ham toymaydi bu bola. Bezorilarni nuqsa urib qolgan. Nimalar deb aljiryapsan? Ogohlantiryapman. Keyin mendan ko'rib yurmang. Nimaga vaqtida aytmading deb. Yodgor. Ana. Hech kimdan qo'rqmaydi bu bola. Siz ham mensimay qo'ygan. Yodgor! Piyolada nima ayb? Onang nima deyapti? Nega indamaysan? Gapir! Kim bilan urushding? O, menga urushqoq, gapga kirmaydigan bola kerakmi? Kerak emas, tushundingmi? Sendan so'rayapman. Nega baqirasan menga? Gapir! Nimaga ekan urishasiz? Oy, mashallah, siz urishasiz.
akamga baqirmang. Nimaga indamasiz aka? Bilaman sirim tortganini ayting. Kim? Zokir. Nechinchi sinfda o'qiydi Zokiring? Aytmayman. Bo'pti. Kirib yotlaring. Bo'ldimi? Vahima qilasan. Bezorimish. Bergan tarbiya shu bo'lsa. Bu nima deganing? Oson qutuldim deb o'ylama. Oting ketsin. Ko'rsataman hali. Aka, yig'layapsizmi? Yo'q. Aldamang. Nega yig'layman? Katta bo'lib qoldik-a? Qo'yavering, dadamga o'zim tushuntiraman. Yo'q. Indama. Unda nega oyim o'shatdilar sizni? Urishmaydilar. Yaxshi bola bo'lgan deydilar. Nima, siz yomonmisiz aka? Bilmadim. Kichkina paytimda men ham urishganman. Ukamni himoya qilib. Rostdanmi? Ha, rost. Burnim qonagan. To'xtamaganda dadam yaq qo'ygan edilar. Og'risi ham yig'lamaganman. Uyalganman. Aka hamisha o'z ukasini himoya qilish kerak. Hamisha. Shundagina u haqiqiy o'g'il bola bo'ladi. Aka bo'ladi. Konspiratorlarim uxlab qopti-ku. Ko'rdingizmi aka? Assalomu alaykum. Kim qo'ydi sizni? Uzr. Kiribsiz mayli. Gapiring. Ish so'rab kelgandim. Nafaqa yoshida ko'rinasiz. Nabiralarni bag'ringizga olib, hayot gashtini surmaysizmi? Ishlamasam bo'lmaydi. Ish yo'qda bizda. Farosh bo'lib
ishlashga roziman. Vaqtingizni oldim. Uzr. To'xtangchi. Yodgor, Qo'yvering. To'y bola bilan-da. to'yga bola yetaklab yurganlarni yomon ko'rardim. Men hozir. Dasturxon ko'rmaganmisanlar? A? Xuddi och qolgandek, buncha tikilasanlar. Mana bu senga. Endi nari borlaring. Tavba. Qo'shni, naryoqqa bir qarang. Sho'rliga. Rahmatli tirik bo'lganida shu ahvolga solib qo'yarmidi? Gapirmang. To'yga kelmay men o'lash. Yer yorilmadi-yu, yerga kirmadim. Nima Hikmat? Aybim bolalarim odobli tartibli bo'lsin deganimmi? Xudo xayringizni bersin. Ularga ayricha qaramang. Voy, kim ayri qarayapti? Biriga shokolad bersangiz, ikkinchisiga qand bermang. O'zi qand berdi-da. Bilaman, boshida yoqmaganman. O'lmay o'lsin o'sha keliningiz. Kelinimga til tekkizmang. Eshitdingizmi? Til tekkizmang. Sarvixon, mabodo bolani og'irligi tushmayaptimi? Tushyapti. Og'irligi tushayotgan bo'lsa, o'zim bilan olib ketaman. Olib ketsangiz olib ketavering. Yetim boqishga ustasiz. Tug'maganimni, bola asrab olganimni yuzimga solasiz deb sira o'ylamagandim. Rahmat. Siz kelin bo'lib tushgandagi sarvi emassiz. Dagi zotini surishtirish kerak, kelinoyi. Uyingdan ilon chiqqanmi deyman-a? Keling xo'jaka.
Hali ishlarim ko'payib ketibdi, shunga. Har kuni kech ketayotganmisan. Tirikchilik topgan bo'lsang, mayli. Omadingni bersin. Kofe ichasizmi? Bersang ichaman. Tinchlikmi uka? Hoji aka, hech birovni aldaganmisiz? Esimda yo'q. O'zingizcha? Odam o'zini ham aldar ekanmi? Men aldayapman. O'zimni o'zim aldab yashayapman. Usti tegmayli degandi. Yo'q, ulang aka. Ulayapman-ku. Ulang, o'ynaymiz. Kim turgan? Voy, ko'rsatdi. Qani menam ko'ray. Endi internetga chiqamsa, Jamol? O'g'ri, endi kino qilamiz. Hoy, yana nima qilyapsizlar? Dars tayyorlayapmiz. Sendan so'ramadim. Lapay oyi. Beri kel. Senlarni shaltog'ing tozalayveramanmi? Yuv mana buni. Oyi, dars qilyapmiz-ku. Ishingni qil, bor ichkariga kirsen. Akamchi? Akang o'qib olib bo'larmidi? Sari borsa otang o'qib surat kesib bo'ladi. Dars. Mayli, mayli. Kerak bo'lmasam, mayli. Bolam. Menga keraksan. Yarim ko'nglim qana to'lsaydi, go'dak qalbim didor qumsaydi, sochlari oq xasta bo'lsa ham, orangizda onam bo'lsaydi. Yarim ko'nglim qana to'lsaydi, go'dak qalbim didor qumsaydi, sochlari oq xasta bo'lsa ham, orangizda onam bo'lsaydi. Yosh qolib ketdim, ko'zlarimda yosh qolib
ketdim yosh boladay erkalab aytdim orangizda onam bo'lsaydi yosh boladay erkalab aytdim orangizda onam bo'lsaydi onasi bor ko'ngli oydami davralarda yoki to'ydami so'nggi qator so'nggi joydami orangizda onam bo'lsaydi farzandlarim to'yin ko'rmagan nabiralar bo'yin ko'rmagan hech bo'lmasa 40 kirmagan orangizda onam bo'lsaydi yarim ko'nglim qani to'lsaydi go'dak qalbim didor qo'msaydi sochlari oq xasta bo'lsa ham orangizda onam bo'lsaydi sochlari oq xasta bo'lsa ham orangizda onam bo'lsaydi Salom xona. Assalomu alaykum. Yodgor ko'rinmaydi? Yo'q, Yodgor. Nima? Nima deganing bu? Qochib ketdi. Qochib ketdi? Nega qochib ketadi? Bilmayman. Shu paytgacha qidirmagan joyim qolmadi. Qayoqqa ketadi? Kap-katta odam uyda bo'la turib, bilmaysanmi? Men To'xta xolanikiga chiqib ketgandim. Nima bo'ldi bilmayman. Jamol. Yoqqa qara. Akang qayoqqa ketdi? Boshingni ko'tarib gapir, qayoqqa ketdi? Bilmayman. Endi bolani qo'rqitish qoluvdi. Akangni bilmaysanmi? Akangni-ya? Bilmayman. Bilmayman. Allo. Amma? Hozir boraman. Aytib qo'yay. Agar bir gap degan yo qilgan bo'lsang, senga kun yo'q bu uyda. Kun yo'q. Odamlaringni yo'qotib tur. Xo'p. Chet elda 10 yil yashagan odamni bunaqa sur basharalar bilan qo'rqitib yuborma. Allo, tushunarli xo'p. Kelishayotgan ekan. Hushyor bo'linglar. Xo'p. Mana, yaqinda ta'mirdan chiqardim. Eshik romlarni ham o'zgartirdim. Qani, marhamat, keling, keling.
Xush kelibsiz Usmon aka. Yo'ldan charchamadingizmi? Bo'ling. Xo'p. Siz so'ragan hisobotlarni tayyorlab qo'ydim. Firma rivojlanyapti. Men Assalomu alaykum, uzr kechirasizlar. Esingiz joyidami? Yo'qoling. E'tibor bermang. Qayoqqa qarayapsanlar? Yeyman hammangni. Xush kelibsiz. Shunaqa ham qo'pol bo'ladimi odam? Kechirim so'rash kerak. Xo'p. Chaqir. Assalomu alaykum. Eshitib juda achindim Kenaya. Ne niyatlari bor edi. Judolikni ko'tara olmadilar. Qiynalmayapsizmi? Faqat nabiramni ololmayapman xolos. Men endi shu yerdaman. Hal qilamiz hammasini. Kuyinmang Kenaya. Rahmat sizga Usmonjon. Usmon aka, men o'chir. Sen kun ko'rayotgan mana shu firmaning asoschisi shu ayolni eri Muzaffar bo'ladi. Senga, menga ish bergan Muzaffar aksionerlar ro'yxatida bormi? Bor. Bismillohni shundan boshlayman. Endi borib hujjatlarni olib kel. Xo'p bo'ladi. Sendan keyin choy ichdi. Yotaman dedi. Ertalab mazasi qochdi. Assalomu alaykum. Keling. Keyin gaplasharmiz, doktor kirdi. Yaxshimisiz? Nima shikoyat bilan keldik? Bu jiyanim. Kecha biznikiga kelgandi. Biroz gaplashdik. Keyin joy solib berdim. Tongga yaqin qarasam, ikki ko'zi ochiq. Nega yerda turding dedim. Javob bermadi. Nurga ta'siri yo'q. Tushunmayapman. Kechirasiz, u shu darajaga borguncha qarab turdinglarmi? Ochig'ini aytavering. Men ham vrachman. Bu kecha emas. O'tgan oy emas, uzoq muddat davomida ruhiyatiga salbiy ta'sir o'tkazib kelinganga o'xshaydi. Nima demoqchi ekanimni tushunyapsizmi? Bosh miyani tomografiya qilib ko'rish kerak. Yashirmayman. Bemorning vaziyati og'ir. O'zi istasa, kurashsa qaytadi. O'zim olib yotmoqchi edim. Mayli, olib yotavering. Alo, qizim. Oyi. Akam ketganlaringni hech kim bormi? Ikki kun. Kasalxonadalar. Ha. Ertaga oldilariga olib borasizmi? Olib boraman, o'g'lim.
tong otsa olib boraman. Akamni ko'rsatadi, ha? Akam bilan gaplashasan. O'ynaysan. Bola. Hayotimda mehr ko'rmadim. Bola paytimda ham, hozir ham bemuruvvat, mehrga zor bo'lib yashash nima ekanini bilmaysan. Iloyim bilmaginam. Tishni tishga qo'yib chidayman. Baxtimga omon bo'lsang bas. Biz kutgan oppoq tonlarga oz qoldi bola. Oz. Keldingmi? Assalomu alaykum amma. Oy. Qalay bu? Yaxshi emas. 3 kundan beri suv totgani yo'q. Yashagisi kelmayapti. Qanday qilib sizga kelib qopti uyingizni bilmasdi-yu? O'ylab o'yimga yeta olmayapman. Xotining urushmabdimi? Yodida. Agar yodgorga bir narsa bo'lsa, men dunyoga o't qo'yaman. Qaytishni istamayapti. Axir bugun 3-kun. Na uxladi, na ovqatlandi. Yashagisi yo'q. Yodgor. Yodgor. Eshitmaydi. Ovora bo'lma. Yodgor, bolam. Sen mendan qochdingmi? Otangdan-a? Nega qochar ekan? Sen qochding. Shukr qilmading. O'z yog'ingga o'zing qovurilib, atrofdagi hammani unutib qo'yding. Qochgan sen. Endi Xudodan so'ra. Kel bolam. Akang yoniga kel. Uni qo'lidan ushla. Bo'l. Yuring ko'chaga. O'ynaymiz, de. Chaqir. Akajon, de. Turing-da. Sizni sog'indim-da. Gapir, Jamol. Chaqir akangni, bolam. Akajon, de. Akajon. Chaqir o'g'lim. Chaqir. Ismini aytib chaqir. Yodgor aka. Sizni sog'indim, de. Sog'indim. Jamol. Bolam. Yodgor. Aka, o'zboshing aka. Akajon, meni eshitasizmi? Yodgor aka. Yodgorjon. Akajon. Jamol gapir. Yodgor aka. Gapir. Akajon.
Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Keling, yaxshimisiz? Kiring, kiring. Rahmat. Uydagilar yo'qmi? Qarindoshimizni to'yiga ketishgandi. Ichkariga kiring. Unda mana shu yerda o'tira qolaylik. Yo'l ustida kirgandim. U ham yolg'iz. Aksiga olib, bolalarim dadasiga ergashib ketishgandi. Shunaqa. Mayli. O'ynab kelishadi. Mana bular bolalarga edi. Oy, ovora bo'psiz. Ovorasi bor ekanmi? Sarbaxon. Bir masalada kelgandim. Nima masalada? Anchadan beri so'ramoqchiman-u. So'rayvering, so'rayvering. Huvillab qoldim. Yolg'izlik sab qilyapti. Yodgorim men bilan yashasa degandim. Oilamni buzmoqchimisiz? Xudo saqlasin. Bu nima deganingiz? Unaqa niyatda kelmadim. Hovlizi. O'zingizni o'ylabsiz-u, tug'dirgan ota, sut bergan ona, birga katta bo'layotgan ukani o'ylamadingizmi? Tursam ham, o'tirsam ham faqat sizni duo qilaman, Sarvxon. Umringizdan baraka toping, qizim. Bolani bermayman. Eshitdingizmi? Hali Dilshod akam kelsin. Oqizmay tomizmay aytib beraman. Yo'q, iltimos. Iltimos qilaman sizdan, Sarvxon. Dilshodjon bilmasin. O'tinaman. Agar ko'nsangiz rozi qilgan bo'lardim. Keting. O'z nabiramni so'rayapman. Yodgorimni so'rayapman. Qizimdan qolgan yodgorimni so'rayapman, Sarvxon. Gap katta bo'lganida beramanmi, a? Bola tuqqanniki emas. Boqqanniki. Axir siz ham onasiz-ku. Tushuning meni, jon Sarvxon. Jon bolam, rahmingiz kelsin. Nima desangiz roziman. Faqat yo'q demang, iltimos sizdan, jon bolam, yo'q demang. O'rningizdan turing. Yo'q. Bir yo'qlik qilmagunimcha turmayman. Shunaqami? Eshiting bo'lmasa. Bir kecha uyqumni harom qilib bergan sutimni qanchaga baholaysiz? Qani? Bahosini siz ayting, jon bolam. Meni vazifam rozi qilish. Pulingiz yetmaydi. Oila baxtini po'choqqa almashtiradigan savdogar emasman. Dilingizdagini ayting. Ayting, iltimos sizdan ayting. Jon Sarvxon, dilingizdagini ayting, jon bolam. Dilimdagi nima? Ko'nglingizga siqqanini so'rang. Eshiting bo'lmasa. Hovlizi nomimga o'tkazib berasiz. Sud haqi shu bo'ladi. Bor yo'q, shumi? Buni hech kim bilmasligi kerak. Bu ikkinchi shartim. Uchinchisi, nabiramni ber deb kuyovingizdan o'zingiz so'raysiz.
boshqa joy topib ko'chguningizchi. Mayli. Hovlida yashab turarsiz. Xo'p. Muhlat 1 yil. Xo'p. Rahmat. Faqat kesilmang. Bildingizmi? Rahmat sizga. Farzandimga joy qilib berishim kerak. Bu burchim. Uni taqdirini men o'ylamasam kim o'ylaydi? Xo'jayin, Usmon aka qo'ng'iroq qilyaptilar. Ulang tez. Xo'p. Muzaffar masalasida qilyapman. Buyurgan ishim nima bo'ldi? Dividendni 30% ga ko'tardim. Bu bir. Ikkinchidan bankdan hisob raqami ochtirdim. Endi ayollari har oy muntazam ravishda oladilar. Buni o'zim nazorat qilaman. Uchinchisi-chi? Nega indamaysan? Uzr so'raldimi? So'raldi, Usmon aka, so'raldi. O'zing bording-a? Haydovchimni yubordim. Alo? Demak mundoq. Hozir borasan. Hozir. Yo'qsa ko'zimga ko'rinma. Tushundim Usmon aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga chaqiruv qog'ozi. Svetdanmi? Yo'q, Shamil. Tavba, nimaga qo'l qo'ydiryapti? Qaydan? Bittasini olib ketaman. Ular gaz ko'payganda kelishadi-yu. Ha, gapirmang. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nabiramni oyoqqa qo'ydingiz. Shu yoshga yetkazdingiz. Qiyomatgacha qarzdorman. Yaqinda nabiram kasalxonada davolanib chiqibdi. Vrach xulosasi. Marhamat, ko'rishingiz mumkin, hurmatli sudya. 3 kecha kunduz ko'z yummabdi. 7 yashar bola kasallanadigan dardmi bu? Murrak bolani nevrologiya bo'limiga tushishini o'zi bu bema'ni gap emasmi? Meni ayblay olmaysiz, bildingizmi? Qo'rqmang qizim. Hamma gapni qo'zg'amayman. Bir so'zli odamman. Hammasi so'z himoyachiga. Marhamat. Hurmatli sudya. Yaqinda opamizni qo'shnisi bir gap topib keldilar. Yodgorni internetda ko'rishganimiz. Qanday aytishni bilmay rosa qiynalishibdi. Videorolikni ukasi Jamol yozgan. Ekspertlar xulosasi ham shu, internetga chiqargan ham Jamol. Endi o'z-o'zidan savol tug'iladi. Xo'sh, nega u bunday qildi ekan? Nima bu, oddiy sho'xlikmi? Yo o'yin qaro bolalik? Menimcha, unisi ham emas, bunisi ham emas. Bu razillikni ochish, ikkiyuzlamachilikni olamga yoyish,
Nohaqlikka qarshi isyon. Hozirgi o'sib kelayotgan zukko avlodimizning farqi va yutug'i ham shunda. Mana o'sha videorolik. Marhamat, ko'rishingizni so'rayman. Bo'ldi, yetar. To'xtating. Norasidani farishtaga teng qilishadi. Farishtani shuncha yomon ko'rish mumkinmi, qizim? Dunyoda nima yomonlik ko'rdingizki? Shu daraja alamzadasiz. Men 10 yoshga to'lib onadan yetim qolganimda qayerda eding? Qayerda? Nega hech kim o'gay ona qahri zahridan meni qutqarmadi? Otamdan so'ng ko'chada qolganimda hech kim chaqirmadi, boshimni silamadi. Nega? Bu meni qassim. Salomga aligim. Olamda yomon bor. Razil ham bor. Ammo yaxshi ulardan-da ko'p. Ming chandon ko'p. Fahmingizcha, o'gay ona shunaqa bo'ladi deb o'ylagansiz. Holbuki xalqimizda shunday onalar borki, tuqqanday ulug'. O'gay deyishga til bormaydi. Ular dunyodan o'tgach, o'gay o'g'il qizlari yod etib, haqqiga duo qilib yashaydilar. Shulardan o'rnak olishingiz kerak edi, Sarvixon. Shulardan dilingizga ozor berdim. Men keksani kechiring. Kechiring. Men bunaqa xotin bilan yashay olmayman. Yo'q. Bu tortishuv natijasida bir oila barbod bo'lishini men sira ham istamayman.
Bu illat qancha bolalarimizni arosatga solyapti. Ertaga ularning taqdiri ham shu qizimiznikiga o'xshab qolmasligiga kim kafil bo'la oladi? Tug'ilganda bunaqa emas edi. Nobop hayot va nopok odamlar uni shu yo'lga soldi. Yana ham ochig'i, o'zimiz befarq tomoshabin, ko'rib ko'rmaslikka olgan siz va biz loqaydlar sababchi bo'ldik. Shuning uchun bugun o'z farzandimiz ustimizdan hukm chiqarmoqda. Meni istagim bo'lak. Yodgorni menga bering. Bering. Men roziman. Bola sizniki. Dushanbagacha tanaffus e'lon qilaman. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Voy. Keling. Uyatga qolib ketdim. Chaqirishingizni poylab o'tirmay kelishim kerak edi. Sizdan iltimosim bor edi. Shunga chaqirtirgan edim. Yo'q, siz o'tiring. Bemalol. Opa, shular kerakmidi? Yaqinroq keling. Sarvixon. Singlim. Gap shundaki, uydan ketaymi? Yo'q. Nimalar deyapsiz? Bo'lak iltimos. Sarvixon. Bu sizning qo'lingizdan keladi. Bilaman. Yuz xotir qilmay bemalol so'rayvering. Nega shunchalik ishonch bilan gapiryapsiz? Nima so'rashimni bilmaysiz-ku. Men sizni opam deganman. Har qalay qo'limdan kelmaydigan ishni so'ramassiz. Sarvixon. Hamma mendan yashiryapti. Lekin ko'nglim sezib turibdi. Men odam bo'lmayman. Voy. Bu nima deganingiz, opa? Bir nafasda hammasini aytib olmasam bo'lmaydi. Iltimos eshiting. Singlim. Mendan keyin farzandimni tarbiyamga olaman deb so'z bering. Nasib opa, bu nima deganingiz? So'z berasiz-a, Sarvixon? So'z berasiz-a? Yaxshi niyat qiling, opajon. Niyatim bolamni boshini silasangiz, o'z farzandingizdek katta qilsangiz. Avvalo bolangizga o'zingiz bosh bo'ling. Men mabodo deyapman, Sarvixon. Mabodo. Bunaqa chillaxonalarda odam yomon niyat qilmaydi, opa. Bolam ona sutini ichib katta bo'lsin deyapman. Menga ishonasizmi? Ishonaman. Xotirjam bo'ling. O'gay deb ajratmayman. Bu ko'zlar aldamaydi. Aldashni bilmaydi. Rahmat singlim. O'g'il tug'ilsa ismini
Yodgor qo'yinglar. Qiz bo'lsa yodgori. Bu fikr sizdan chiqsin. Xo'p. So'z berasiz. Shu farzandim uchun dunyoga kelganimga roziman. Behisob shukr. Nasiba! Nasiba! Jamol, mendan xafamisan? Men ham xafa emasman. Shirin joning qiynalibdi bolam. Nolimabsan. Hushyor bo'lmagan, xato qilgan biz kattalarni kechir. U ketishni xohlamayapti. Unaqa dema Jamol. Hayotda hamisha ham xohlaganingdek bo'lavermaydi. Odam sabr qanoatli bo'lishi kerak. U endi boshqa maktabda o'qiydimi? Ha. Dadang gaplashib qo'yibdi. Turadigan joyga yaqin emish. Men boshqa maktabda o'qimayman. Yodgorjon, sen meni esli hushli bolamsan-ku. Meni uyaltirasanmi, asalim? A? Axir qochib ketayotganimiz yo'q. Ta'tilga chiqsang, dam olish kunlari ko'rgani kelasan. Jamol ham bo'ladimi? Boradi. Albatta. Boradi. Dadang ham keldi. Kitob daftarlaringni yiqqansana. Chiqa qol. Bo'pti. Ketdim. Kel bolam. Ammaginang o'rgilsin.
Yura qol. Bo'ylarini qarang kuyov bolamni. Toyim ammasi bilan xayrlashmaydimi? Rozi bo'l Yodgor. Rozi bo'l bolam. Sizlar bergan non tuzingizga rozi bo'ling. Rozi bo'ling. Yura qol. Hadi ketdik. Yodgor aka! Mashinada bo'yab turaman. Kimsizlarni ajratyapti sapchalarim. Yig'lama, topasan. Topaman! Topasan Jamol, topasan. Uncha nozik bo'lmasang, gulga uraymu bolam. Yig'i to'la allam bor, aytib beraymu bolam. Buncha nozik bo'lmasang, gulga uraymu bolam. Yig'i to'la allam bor, aytib beraymu bolam. Yetti daryo yuvsa ham ketmas dog'im bor meni. Nokas otgan toshlarga to'lgan bog'im bor meni. Yetti daryo yuvsa ham ketmas dog'im bor meni. Nokas otgan toshlarga to'lgan bog'im bor meni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Shoshib turibman Kinoya. Xabar olay deb kelgandim. Yurist yaxshi yordam berdi Usmonjon. Endi Yodgor men bilan yashayapti. Xursandman Kinoya. To'y ustiga to'y. Endiniga nabiramni tug'ilgan kuni. Shunaqami? Shu paytgacha biror marta nishonlamaganmiz. Sinfdoshlarni yig'ib esda qolarlik bayram qilib bersammi deb turibman. Axir birinchi sinfni bitiryapti. Film boshlandi. Ko'ramizmi? Ke bolam. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha. Chindan ham katta yigit bo'p qopsan. Bobonga o'xshagan, ochiq ko'ngil, tanti bo'l bolam. Indinga tug'ilgan kunim degan.
Demak, ertaga bo'shsan. Men bilan bir aylanib kelmaysanmi? Qayerga boramiz? Istagan joyingga. Oldin birga qiladigan ozgina ishimiz bor. Borgin kelsa bora qol. Bor. Ha? Begidir bola ekansan. Nega tikilyapsan, Yodgor? Ko'rganman. Bu meni qizim. Nasiba. Ammamnikiga olib borib qo'ygan xotinga o'xshar ekanlar. Ular qayerdalar? Uzoqda. U seni taniydi. Qachon keladilar? Tug'ilishingni uzoq kutdi. Intizorlikda. Poylamadilarmi? Iloji yo'q edi-da. Yaxshi ko'rsalar poylardilar. Ko'zi qiymay ketdi. Nima degani qiymay ketdi? Zo'rg'a tashlab ketdi degani. Ukamni ham zo'rg'a tashlab ketdim. Endi ko'rgim kelyapti. Qizim qanday chidayotgan ekan. Qizish chiroyli ekanlar. Bu suratni qayerda ko'rgansan, Yodgor? Uyimizda. Faqat uni oyimlar yirtib tashardilar. Voy. Yirtib? Axlatga tasha degandilar. Tashamadim. Yashirib qo'ydim. Yolg'izim. Bugundan boshlabchi sen shu uyda turasan. Birga yashaymiz. Dadamlarchi? Dadang o'z uyida yashaydi. Ukam oyimlarchi? Ular ham o'z uyida yashaydi. Men endi ularni ko'rmaymanmi? Nega endi ko'rasan? Dadang, ukang, oyim. Oyi. Ammang tez kelib turishadi. Sen ham borasan ularnikiga. Sendan so'ramadigam. Rostimisan? Yo'qmi? Katta bo'lgach o'zing tushunib olarsan. Nimani? Nega men bilan yashaganingni? Hozir ham tushunaman. Aytavering.
meni nabiramsan. Shahodat buyumlarni ham. Albatta. Akbar o'rtog'im boru. O'shani ham ikkita buvisi bor. Tezroq katta bo'lish uchun nima qilish kerak, Yodgor? Ovqat yeyish. To'g'ri. Ovqat yeyish kerak. Vaqtida to'yib uxlash kerak. Yaxshi yotib tur. Siz kuldingizmi? Suratam gapiradimi? Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin, bolam. Qayerdan bilasiz? Bilaman. Tong otsa, senga sovg'a bor. Hozir uxla. Uyqum kelmayapti-de. Alla aytib beraymi? Bilasizmi? Bilaman. Manoyim bilmaydilar. Buncha nozik bo'lmasang, gulga Esladim. Bolam. Esladim. Aytib beraymi, bolam. Buncha nozik bo'lmasang, gulga o'raymi, bolam. Yig'i to'la allam bor. Hozir bir daqiqa ehtiyot bo'lamiz. Ozgina qoldi. Hop, mana marhamat. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Ilohi baxtingni ko'ray. Rahmat. Amma. Yodgorim. Ammali bo'lsin, bolam. Buvangni yoshidan o'tib yur. Adajon. Aziz bolajonlar va qadrli mehmonlar, ana endigi navbatda bugungi oqshomimizni sababkori Yodgorbekka beramiz. Ular o'zlari istagan qizimizdan raqsga taklif qiladilar. Undan so'ng dasturxonimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Sahnada yoshlar ansambli. दोस्त ना रहा प्यार प्यार ना रहा जिंदगी हमें तेरा
एतबार ना रहा, एतबार ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। Oyijon! Voy, Tinchlikmi bolam? buni qarang oyi. Uyni yodgorga hadya qilib, rasmiylashtirib beribdi. Voy.